Barchaga assalomu alaykum, Begzor Market kuzatuvchilari. Navbatdagi mijozimiz Toshkent shahri Yashnobod tumani Kadifa bozorini atrofida Tapovich больницасini to'g'risida joylashgan klinika Ashat Medical Centerga biz tashrif buyurdik. Bizani Elite Amerika surpriz vaflilarimizdan zakaz qilishgan ekan. Shunga bularga hozir taqdim qilgani o'zim shaxsan keldim. Dilfiz opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahsulotingizni olib keldim. Manimcha buni o'zingizga zakaz qildingiz-a? Yo'q, bu afsuski bolalar uchun. Ertaga xabaringlar bor. Bizning klinikada 29-30 may kuni klinikamizda bolalar uchun aksiya bo'lib o'tyapti. Albatta sovg'alar bilan bolalarga, lekin eng kerakli sovg'a barcha specialistlarning konsultatsiyasi bepul bo'ladi. Muolajalarimiz ham bolalar uchun bepul bo'ladi. Juda yaxshi. Bu narsani to'g'risi men xabarim yo'q edi. Mahsulotni menimcha o'zlarini xodimlariga yoki farzandlariga deb o'ylaganim, lekin juda ham savobli ishga qo'l uribsiz. Xudoyim sharofatingizga. Rahmat, juda ham xursandmiz. Men juda ham xursand bo'ldim. Bu yangilikni eshitib, xudo xolasa mana farzandlarimni ertaga 29-30 may kunlari ularni biz ham ularga olib kelaman. Sizlar ham farzandlaringizni olib kelinglar. Hech kim kasal bo'lmasin, shunchaki o'zinglar uchun ko'rikdan o'tkazib qo'ysanglar, ko'ngil xotirjam bo'ladi deb o'ylayman. Va mana shu mahsulotlarni Dilfiz opam olib kelgan farzandlarga bittadan tekinga tarqatar ekanlar. Ajomat omadlari kelib bitta mahsulot ichidan bivayda yoki murassafari ili damas avtomobili chiqib qolishi mumkin. Dilfiz opa, siz sababchi bo'lasiz. Xudoyim ham aytadi, kimdir sababchi qilaman degandek. Kelinglar, biz kutib qolamiz. Keyin navbatdagi mijozimiz siz bo'lib qolishingiz mumkin. Vaqtlarimizdan xarid qilinglar. Dilfiz opa, salomat bo'ling. Salomat bo'ling, sizga ham rahmat. Kelinglar.